Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Keyingi zakazlarimiz mana achfalar zakaz qilishdi. Achfalar qilib olib keldik. Inshaalloh mana o'rnatib bo'ldik. Endi ertaga oynalarni qo'yib beramiz. Yo'l oynalar degan. Mana kvadratini 600 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Mana xudo xolasa inshaalloh bu yerda juda ko'p. Mana ertaga bugun endi ertalabdan kechgacha o'rnatib bo'ldik achfalarni. Kimga shunaqa achfalar kerak bo'lsa, haqiqiy achfa kачествоsi tiniq, ancha-muncha quyoshda ham o'zini kачествосini yo'qotmaydi, juda ham yaxshi turadi. Jigarrang shokoladniy svetda xudo xolasa o'rnatib bo'ldik. Ichkarlariga eshik qo'yib berdik, mana chiroyli qilib xudo xolasa. Mana penalashyapti. Hozir yigirobchalarni to'g'rilab qo'yamiz. Bemalol murojaat qila olasizlar. Mana bu tomonlar ham polni achva qilindi. Oynalarni ertaga qo'yadigan bo'lyapmiz. Bemalol murojaat qila olasizlar. Murojaat uchun telefon raqamlarimiz 91lik 487 12 37. Xudo xolasa elda xizmatidamiz. Achvalarimiz O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib beryapmiz. Bemalol murojaat qila olasizlar. Elda xizmatidamiz. El qatori va sizlarga ham kerak bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar qilib beramiz. Inshaalloh chiroyli qilib qo'ldan kelgancha. Yoqqan bo'lsa bitta like papishga bosib qo'yamiz. Kanalimiz keyinroq tarqalishi. Endi ertaga yana oynalarini solib yana videoga olib yana chiqaramiz. Ko'rasizlar, juda ham chiroyli chiqadi, xudo xolasa. Yoqqan bo'lsa bitta like papishga bosib qo'yamiz. Kanalimiz keyinroq tarqalishi uchun oldindan kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.